Kelin yig'lama. Eson bo'ling. Boshlang. Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Sog'omonmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Mana bugun biz Rayimboy ukamizni xonadoniga keldik. Ana kelinimizni ahvolini ko'rib turibsizlar. Jigar serrasi bilan kurashyaptilar. Agar imkoni bo'lsa, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha yordamlaringizni etinglar. Ana shet raqam ochdik plastikdan. Shunga qo'ldan kelgancha hammalaringiz yordam etinglar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Xaga. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar, hamqishloqlar. Mana bizlar keldik, kelini aholini ko'rdik. Men vakil sifatida emas, nuroniy sifatida kelib ko'ryapman bu kishini. Aholilar juda achinarli. Mana cho'ras kasalga chalingan bu kishi, mana qorinlar shishgan. Shu bog'liq qudrat, Xudoga shukur qishlog'imizda saxiy insonlar ko'p. Shu bir so'm bo'lsa ham shu insonlarga yordam qilaylik. Shu Rahimjon ham mana qiynalibdi. Mana Toshkentdan doktor gaplashgani keldi, doktor kelgan Hindistondan. Shuni olib boramiz deyaptilar. O'ra borgan sababi pul bilan bormasak iloj yo'q. Shuning uchun bir so'm bo'lsa ham qo'llaringizdan kelgancha shu uchun raqamga tashlab sizlardan katta rahmatlar aytamiz. Shu bog'liq qudrat qo'llaringizdan kelgancha iltimos qishloqdoshlar. Xudoga shukur mana Xudo inshaalloh nasib bo'lsa mana kelin yaxshi bo'lib ketar. Qo'llardan kelgancha yordam etinglar. Qancha yordam bo'lsa qiling shu kelinni. Mana ko'rdik ahvol juda achinarli. Mana ko'ryapmiz. Yonda mana bizlar, mana Islom aka, mana bizlar keldik yoniga, ko'rdik shuni dedilar. Qo'lingizni oling kel. Qorni shishlamay. Qorni shishlamasin kelin. Özəldim yox. Yapın kendisi. Dedim yakin qo'y. Shu nima niyatlaringiz bo'lsa, nima yordamlaringiz bo'lsa qiling iltimoslardan qishloqdoshlar. Shu kelin uchun, shu Rahimjon uchun, shu hammamiz qo'limizdan kelgan yordam qilamiz shu insonlar. Iloyim tuzalib ketsinlar, yaxshi bo'lib ketsinlar, ham shu kishini yaxshi kun ko'raylik. Rahmat. Ilohim kelini ham shifosini bersin, sog' salomat, yaxshi bo'lib ketsinlar. Alloh